ovqat qilib bering. Qizim, ovqat pishirgani uyda tuzdan boshqa narsa qolmadi-da. Qo'shnilardan so'ragan xijolat bo'lyapman. Chunki faqat biz so'raymiz. Ular bizdan hech narsa so'rashmaydi. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Pastdagi qo'shnidan tuz olib chiqing. G'alati emasmi? Tuzimiz bor-ku. G'alati emas. Xo'p deb olib chiqing. Xo'p. Mana olib chiqdim. Faqat sal kirroqmi? O'zimizda toza tuz bordi-ku. Zotan men bu tuzni ishlatishga so'ramadim. Shunchaki qo'shnichilikni yo'lga qo'ymoqchi bo'ldim xolos. O'ylab qarasam, qo'shnimizdan shu paytgacha hech narsa so'ramabmiz. Mana tuz so'radik. Endi qo'shnimiz bizdan biror nima so'ramoqchi bo'lsa, hijolat bo'lmasdan so'raydi. Endi bizdan so'ragani tilanchilik bo'lmaydi. Qo'shnichilik bo'ladi. Olib kelgan xarajatlarimni teng yarmini qo'shniga olib chiqib bering. Tuz bermang. Keyin qo'shnini bolasi bilan bizni bolamiz birga o'ylashadi. Bolamizni og'zidan sariyog' hidi kelsa, qo'shnini bolasini ko'ngli o'ksiydi. Shedri sonsadan ham olib chiqib bering.